Hisoblab qiymatini toping deb 28 bölü 4 minus 6 yozilgan ekan. Endi buni hisoblaymiz. 28 bölü 4 minus 6. Endi qaradik. 28 4 ga bo'lsak necha chiqadi? Buni bilish uchun 4 karani bilishimiz kerak. 4 kara necha? 28. Ya'ni 4 kara qaysi son 28 chiqadi? 4 kara 7 28. 4 kara 7 28. Demek 28 ni men 4 ga bo'lsam 7 chiqar ekan. Chunki 4 kara 7 28 ga teng. Ya'ni 4 ta 7 28 ga teng. 28 ni 4 ga bo'lsam 7 chiqar ekan. Mana bu ayru 6 ni orqasiga yozaman. Birinchi bo'luv bajariladi, keyin ayru bajariladi. 7 dan 6 ni olsam 1 chiqar ekan. Demak 28 ni 4 ga bo'lsam 7 chiqdi. Chunki 4 kara 7 28. Keyin 6 ni olib borib qo'ydim ayru bilan. 7 dan 6 ni olsam 1 chiqar ekan. Testimizning javobi C.